Assalomu alaykum aziz 13-guruhga a'zolari. Mana Xudo xolasa Zafar Umra obunachilari bugun safardan qaytishyapti. 14 kunlik ziyoratda bo'lishi mana bugun qaytishyapti hammalari. 14 kunimizda mana Xudo xolasa chiroyli mamnuniyatlar bilan, ibodatlar bilan, sayohat, ziyoratlar bilan birgalikda hammalarimiz hozir sokinlikdamiz. Chunki aziz joylarni tashlab o'zimiz vatanimizga ketyapmiz. Mana ko'rib turibsizlar. Hammalarimiz Alloh safarlarimiz behad qilsin. Mana akalarimiz, qo'shakalarimiz. Hojaka taassurotlaringiz bo'lsa gapiring. Taassurotlarimiz a'lo darajada. Faqat chegindi hojaka. Qarang ekan bu. Taassurotlarimiz a'lo darajada. Hamon tavsiya qilamiz shu Centrum Holidays'ga murojaat qilib kelib, umra ibodatlarini qilishni tavsiya beraman. Mana yo'lboshimiz Zafar aka katta rahmat. Rosa xizmat qildilar. Alloh rozi bo'lgan bo'lsin. Qilgan xizmatlariga rozi bo'lsinlar. Katta rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Taassurotlaringiz mana qaytyapmiz, qanaqa hayotdan qaytyapmiz? Allohga shukr aka, rahmat, rozimiz, maza qildik, ko'ngilda edik, ibodatlarni qildik, ziyoratlarni ham qildik. Hammani shunaqa nimalarga, ziyoratlarga, ibodatlarga taklif qilamiz aka, siz bilan birga kelsin. Yaxshi ekan aka, maza qildik. Allohga shukr, rozi bo'lingiz ham aka bizdan. Nimatlar rozimiz bizdan sizlardan aka. Rahmat aka. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Hadi chiroyli bo'ldi bu yoqlari.